Assalomu alaykum, hurmatli Teplitsa Olam Agrolimon gruppamizning aziz ishtirokchilari, sitrus ekinlari ishqibozlari, barchalarga xayrli kun. Bugun 29-oktyabr 2025-yil. Biz mamnuniyat bilan limonchilikdagi kuzgi abreska mavsumi boshlanganini e'lon qilib qo'ymoqchiman. Biz kechadan boshladik. Andijon viloyatidan, kecha Andijon viloyati Shahrixonda 2-3 limonariyani kesib, keyin Asakaga o'tib, Asakada ham 2 limonariyani kesdik. Bugun yana Andijondamiz. Andijon viloyati Asakada. Ertalab Niyozbotirda 2 limonariya, keyin Asaka shahrida Fazliddinda limonariyasini kesdik-da, kechagi Shermuhammad akamning limonariyasini. Endi mana qayirib bog'lash ishlari. Kecha kerak emas novdalarni olib, novdalarni sortirovka qilib, bugun shuni novdalarini mana yomg'ir yog'ib, changlarni yuvib chiroyli qilib qo'ygan. Bugun buni novdalarni bog'lash jarayonlari. Liderlarim bilan Xolmuhammad hoji akam, Ilhomjon hoji aka Axotnik hamda Ikromjon, Fazliddin, bular to'rayam liderlar. Golden Limon liderlar jamoasini liderlari. Shularga amaliyot o'tyapmiz. Amaliyot. Mana buni bir necha yillardan beri qayirib bog'lashdi. Tushungan odamlarga gapirib kelganmiz, tushunmagan odamlarga kesmaysizmi? Men kesadi deb pul to'layapman deb tushunmagan odamlarga kesib ketaverganmiz shaqillatib. Endi hozir ular ham tushunib yetyapti. Endi limonlarda shu novdalarini qayirib bog'lashdi variantlarini hatto qilib ko'rsatyapmiz ham. Kerak emas bo'lgan kaltaklarni olib, shu yerda bir savol bo'ladi. Birinchi kategoriya erkak suruq novda. Erkak suruq novda ras kesib yuborlar ekan, kuzga borib shuni chiqqan vaqtda kesib yuborsa bo'lmasmidi degan savollar ko'p tug'ildi. Shuncha kuchini tortib yotdi. Yo'q, bu so'rovchi novda bo'lishi kerak. Bu novdani tek qo'yib kuzda shu oktyabr, noyabr oylarida kesishimiz kerak. Sababi uni chiqqan vaqtda kesib oladigan bo'lsak, umuman birinchi kategoriyali erkak suruq novdan chiqarmaydigan bo'lsak, buni yo'g'on ildizlari rivojlanib shakllanmaydi. Shunga buni shunaqa variantlarini qilganmiz. Novda turlari asosan limon abreskasida eng asosiy narsa novda turlari. Novda turlarini yaxshi bilgan inson sifatli abresiya qilishi mumkin. Mana bu yerda bu Shermuhammad akam ham limonchi liderlar jamoasi, ya'ni Golden Limon liderlar jamoasini liderlaridan bo'lganligi uchun mana har bitta limonda tagiga lunkalar ochgan. Lunkalarni ochib, har bittasiga bergumuslarni solib, mana bergumusni yana olib kelib qo'yilgan. Kuzga solishlik uchun bergumuslar olib kelib qo'yilgan. Endi bunga 100 gram superfosfat, 50 gram kaliy hamda 10 kilo bergumusni aralashtirib 2 chelakdan suv quyib chiqadi. Mana shu hosillarni yig'ishtirib olgandan keyin. Endi hosillarini ham hozir korzinkalar, magazinlar so'rayapti ekan 35 ming so'mdan. 35 ming so'm yaxshi. Har holda har yilga qaraganda bu yil limon hosillari yaxshi. Dehqonlar orinmasdan sotsa bo'laveradi. Har holda bitta limon, mana shu yoshdagi limonlar 30-40 kilo, 50 kilo hosil beradigan bo'lsa, 35 ming so'mdan normalniy bitta daraxt $100 daromad keltiradi. Endi bu xloroz bo'lib 2-3 yildan beri ishlamay turgan limonlarni biz 1 yillik programma asosida kalendarlik qilib har oyda rejalarni qilib olib buni shu holatga keltirib oldik. Hattoki mana bu tomondagi limonlarni, narigi limonariyani ko'chirib buzvorib boshqa ekmoqchi ham bo'lgan. Buzvorib boshqa ekmoqchi bo'lganda kuzgacha tursin baribir, endi hozir ekib bo'lmaydigan vaqt deb kuzgacha yaxshi e'tibor qilib shu programma bilan ishlab, xudo xolisa inshaalloh Shermuhammad akam xursand. Hozir shu limonlar qoladigan bo'ldi. Judayam zo'r inshaalloh, yaxshi. Ko'z tegmasin. Ishlarga omad. Shunaqa abreska
ishlari bo'ladigan bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar. 93lik 426 55 22. Ustoz Muhammad Yusuf.